Qodirovdir aka. Pishirib qo'yaylikmi shuni? Olmagan, sotmagan, mana shu bolaga sotib yubor bor. Katta. Sanni kelib qo'y. Beringlar, o'lchayin, nima o'rada demayapti. Boshqasini olaman deydi. Bering. Qo'y, ularni siz bo'lmaydi. Mana shu bolaga rahmat, 1,5 yildan bozorga qarab. 500 ming qo'shdi. Öğrenler çobanı kötünü yengil qilib bering. Bo'ldi baraka. Bering. Endi men ichingizni bilaydi so'radim endi. Didga kim yetgani? Bolaga rahmat. Qo'shin deganiga gapni olib qo'yishadi. Oba ustab qolasizlar, hozir ketib qolsa. Bo'lib, bu yerda boshqasi bo'ladi. Rozini beringlar. Rozimisiz? Bo'lmasa maslahatingizni bo'ling. Maslahatlashing. Hozir ketib olganlar beringlar qiz ekansiz. 8 milyon 500. Bak, sotdik-ku, bering aka. Oba ustab qolasiz ona hali. Yildan dalatiga bering endi rahmatlik. Qancha bo'ldi hozir? 28 yarim. Baqqan aka. 8 milyon 500. Aka, shuni uchun aka 5 Haqqani so'rayotgan ekan. Usti bor, yelini yaxshi, yuvoshligi yaxshi ekan. bir barchilikka soting. Askalar aka. Qodirovdir. Yo'q mashina sigirlar yaxshi. Ha? Sizlar bular yaxshi sigirlar. Yaxshigir o'zimga ham yo'q. Chiqib qoladi aka. Chiqib qolsa ko'rsatib qo'yamiz. Bering aka endi. Bo'ldimi baraka? Baraka 28 yarim. Yarimi ham bor. Yarimi ham bor. Bitta yurgizib qo'ying, 28 milyon 500 dan. Qulluq bo'lsin. Baraka bo'lsin. Baraka. Aka, rasa videolaringizni ko'rib, Rossiyada tomosha qilmaza qiladi. Puldan baraka toping aka. Puldan baraka toping. Moldan ham baraka topsin. Qulluq bo'lsin. Gap yo'q. Usta nechimi sotib oldi? Xo'p. Yana chiqib qolarmikin bu yoq? Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temirdan navislar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, veshniy o'tda yonmas navislarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan. Shu holatda 2 shiprda bo'lgan. Xo'p, navbatdagi navisimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shiprini yoki tunikasini olib berasiz, shu narx ichida qoqiladi. Bu navisimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob-kitob qilsanglar yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'ydan desanglar yana ham. Xo'p, akalar, bu navisimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan 3 shipr, ozgina perekosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz примерно plus minus 23 millionga bityapti. O'sha o'tda yonmas navislarimiz. Akalar, ko'rib turgan shu navisimiz ham mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan. Общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib qo'yaman, Andijonda jala hududida. Xudo xolasa bitta, buni ham ko'rishinglar mumkin. Itogi summasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatni bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib chotki qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar. Kvadrat 180 mingdan, uni ichida shipr olib bersiz shipr, tunika olib bersiz tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar. Xo'p, qani bismillah deb boshlaymiz. Bu baraka bo'ldimi aka bu? 45 bo'lyapti. Birinchi shakliga Baraka bo'lyapti, xudo xolasa. 45 millionga bolasimi? Birinchi turmush ekan. 4 oylik bo'ladi. Qancha? 4 oylik. Ha, 4 oylik qonida ham bormi? 2
ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Suti bordir bir. 8 ta suti 10 ta deyapti, 8 taga beraman. Hozir baraka bo'ldimi? 45 ga bermayapti. Bermayapti. 45 millionga berilmayapti. Qaysan aka? Qodirov tuvami. Qodirov tuvami? Qodirov tuvi ikkisi. Birinchi tug'ma ekanda, qonuni 4 oylik, ikkinchisi bor ekan. Andijonda Xo'javodidamiz akalar, xudo xolasa, Xo'javod hayvon bozoridamiz. Bolasi bu ekan, polvon aralashtirib olib beraman. Sizlar bittadan laykni mixlab qaysi tuman, qaysi davlatdan yozyapsizlar. Ketilaveradi. Yaxshi narsa ekan bolasi. Birinchi tug'ma. Shved shunaqada. 10 ta suti bor, 8 taga beraman deyapti akamiz. Oz qolyaptimi aka barakasiga? Ha? Qo'shdingizmi? 45 ta turibdimi? Turibmiz. Turibdi. Nomerni yozib bor. Aytingchi qisqalar. 97 lik 580 3280. Qayerdami ol aka bu? Yorqishloq. Qo'rqishloqda mol ha? Ikkinchisiga bo'g'oz 4 oy. 4 oylik bo'g'oz ekan. 10 ta suti bor, 8 taga bera olaman. Muammo siz. Gap yo'q. Sotilib ket deb qo'yasiz. Hammaga pishirib qo'yib sochdi. Xo'p, akalar ketdi, ana nomerlari bilan ketdi. Bunimizchi. O'sha kechki bozor. Bolasimi qani aka? Evet. Novvos. Xonada ham bor. Xonada ham bor. To'raga o'tib qoldi. Hozir aka. 3 oydan o'tdi, To'roga borib qoldi. Nechinchi xonada? Suti qanaqa aka buni? 12 taga beramiz. Qarang. Bermagansiz qanaqa bo'lyapti bugun? 41 millionga bermayapsiz. Shimol aka. Mol ishonchli? Behijolat. Sinashga beraveramizmi? Nomerni qo'yalikmi? Sotib yuboramiz. Ozgina qolyapti, xudo xolasi, gap yo'q. Hozir aka. Bolasi ekan. Shu 3 oylik qonida ham bor ekan, bo'g'oz. Xo'p. Bolasi xonachim menda aka buni. Qonida ham bor. Qorinda ham bor. 20 kun bo'ldi qo'yilgan. Bola o'zi enaga yetib oladi. Suti bormi buni? Qancha bor aka? 20 ta suti bor. Hech pulga bermayapsiz, to'qoldi. 65 millionga berilmayapti. Rasa qo'lga o'rganibdi-mi? Qo'yadi mana shu kurtkani kiyib turay mol bozorga. Yana bola ekan, yuvoshligi yaxshi ekan ama. 65 millionda turibdi hozir, shunaqami? Berilmayotgan. Xo'p, endi seni olyapman mana. Hozir molni bitta krupni ko'rsataman aka. Muxtor aka! Aka buni uydan ham sotib qo'ramizmi bugun qaytib ketsa? Ha? Muxtor aka! Mana qarang, mana qilig'ini. Muxtor aka! Ish qada aka? Marhamat. Nomer bering aka. 94 lik 145 0224. 94 lik 145 0224 ga aloqaga chiqaverasizlar. Marhamat dedingiz-a? Marhamat degan ekan. Mana bola ham o'zi nimasi? Kattayib qo'ygan ama bor. Yanada 20 ta sut bor. Qonidagi nechinchisi bo'ladi aka shunda? 4-chi bo'ladi. 4-chi bo'ladi. Mana mol kichkina mol emas ama bor. Bir qirg'am ham chiqadi. Boshliq olma. Yaxshi ekan molni. Savdingiz bersin aka. Mana shu dahshati bor ekan mana bor. Bolani zo'r beribdi ama. O'sha bola tug'orib o'zi ko'p toshib qolganda bu. Nechinchisi amaki bu? Bola. Qodirovdi aka. Qodirovdi 2. Nechinchisi amaki bu qo'cha? 5-chi bolasi. Nech pulga bermayapsiz amaki buni? 38 ga. 38 millionga berilmayapti. Shu ham bordir bir 9 ta 8 ta. Bor. Bolasi yaxshi narsa ekan.
savdoyingiz bersin amaki. Ketdik. Har xil mol chiqaramiz. Ular qizig'i yo'q. Bu baraka bo'ldimi akalar bu? Yo'q, baraka bo'lmadi. So'rashdi. Bolasi bu qacha? Qonida ham bormi? Qo'yib qo'yganmiz. Qonida ham. Qonidagi 3-chisi shunda? Yo'q, mana 3-chi. Bu 3-chisi. Qonidagi 4-chisi. Hech pulga bermayapsizlar endi aka bu. 30,5 berishdi. 30 million 500 ga berilmayapti. Suti ham yaxshi edi shekilli va 6-7 suti bor. 7 ta bor. Zo'r. Savdolarni bersin aka. Ya, kasgan aldi. Qodirovda bu aka. Yaxshi savdolarni bersin aka. Zo'r. Hop, ketdik. Yana u yoqdan bu yoqqa deydi. Bu necha oylik aka endi? Ushlab turibmiz. Ha, ushlab turibsiz. Baylab qo'yib ketaverdi-ku o'zi aylangan. Bu-chi, bu ham ashtaqami? Buni ham baylab qo'yib ket. Qanaqa? Lyubitellarda. Gap yo'q. Baylab qo'yib ketgan qoziq akalarimiz. Qoziq deb qo'yadi-da. Bu nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi bu aka? Akamiz 23 million beryapti. Xolasimi, xonajimmi? Xonajim bo'ladi. 23 million. Nima bermayapsiz aka? Bo'lsa beraman. 23 million pul berib qo'yibdi. Nechinchisi ekan aka bu? To'rtmi bu? Qanaqa 3 yo 4. To'rtinchi bolasi shekilli-ku. Sekin tepadan silab tushing-da. Tepadan silab tushing. G'urib kelib, men ham bunday qilsam, siz ham qochasiz-da. Bolasi buni ochun ekan. Ketdik. Buni bolasi nima ekan, amaki? Bolasi bu qocha. Nechinchisi amaki bu? 3-chi bolasi Novoz. 5-6 ta suti bormi? Bor. Nech pulga bermaysiz bugun? 21 millionga berilmayapti. Qo'shsa berasiz. Mana akalar. Mana Novoz. Voy, nech pul ekan? Zo'r aka, savdoyingiz bersin-a. Buni bolasi nima ekan aka? Bolasi Xunajin-a. Nechinchisi bolasi? Kim? Ikkinchi bolasi Xunajin. Yo'q. 6 ta suti bor-a? 6 ta suti bor ekan. Ikkinchi bolasi Xunajin. Ko'proq olmay 6 taga bera olamiz. 6 tadan ko'p chiqsa xursand bo'lardi. Mol dekonchilikmi aka? Ishonchlikmi? Sinashga ham bera olamiz. Sinashga ham beraveramizmi? Qayerda mol aka? Jalaqi. Chalaqidod mol ekan aka. O'zimiz Chalaqidod mol. Nomeringizni bering-da aka. 91 175 61 10. 91lik 175 61 10 ha. Bugun qanchaga bermayapmiz? 20 qilishdi berdi. 21 millionga berilmayapti ekan akalar. Xudo xolasa sinashga beraman deyapti akam. Shu Chalaqidod Qo'rg'ontepa rayon bo'lsa, bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi uyda. Dehqonchilik ekan akalar. Xudo xolasa sinashga kelishib olaverasizlar. To'g'rimi aka? Bitta oilaga ixchamgina sut qatiq degandek yosh mol so'raganlar juda ko'p. Shunday sag'orada mol tepmaydi ekan akalar. Shunday sag'ilaverar ekan mana. Dumini ko'taryapti, bor-ku, yelini ushlasam. Savdoyingiz bersin aka. Xo'p, akalar, temirdan naveslar qilyapmiz-a. Ha, ko'ryapsizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men 100 kvadratga boraman, 50 kvadratga boraman deyilmaydi. O'choqxona, tandirxona qizig'i yo'q. Kelib temirdan moshni qilib, o'tda yonmas qilib, naveslarni qilib beryapmiz mana, xudo xolasa. Kuzatib tursanglar, ustaning nomerlari, qilingan ishlar videoda oxirida chiqadi. Aka, bu bolasi nima buni? Bolasi Xunajin. Xunajin. Dadasi Novoz. Nechinchisi bu Xunajin? 4mi? 3-chi. 3-chi. Nech pulga turibdi endi amaki bu? Buni balati 25 million 700 ga davr chiqdi. Bermayapsiz. Bermadi. Oz qolyaptimi? Bosh qolyapti. 27 Qo'shganga million sotamiz. 500. Suti qancha endi amaki buni?
Buni suti 7 litri bor, men 5 litrga olsin deyapman. 7 ta bor, 5 taga berib yuborasiz, xudo xolasa. Zo'r, Nimaga savdo desangiz, joy bilan joy o'zgargan hisobiga sut kamayadi-yu baribir. Topqa to'g'ri. Topqa to'g'ri. Bu narsaga unaqa yolg'on gapirib sotmaylik. Ko'proq chiqsa xursand bo'laveradi-da. Ha, ko'paysa xursand bo'ladi. 8 ta 10 ta deb nima qilaman? Bolasi nima ekan buni? Ularning bolasi. Siz 2 mi, 3 mi? To'rtinchi bolasi. Bering aka. Necha pul bersiz aka? 28 mi? Yo'q, bor. Pattasi 28. Sen pattasini o'zim olib beraman, pattasiga qo'ygan. Bor hali. Bering aka. Kelyapti, qo'yagani qo'shadi. Rahmat mana shu bolalarga birini oshirib qo'ydim. Suti nechta beryapti endi? 10 taga beramiz. Nima deysiz notiqaga? 31 dedim. 30 basa bermadim. 30 deng. Siz 30 dan berinchi ina qo'shilishsiz. Men aytyapman 30 millionni makka Ha, ashtading. 31 desam, 30 ham deyavering notiqaga. Ha, to'g'ri ekan. Bozorga qarab nima qilasizlar? bosh ekan. Aka 500 ming beradi. Bor bor. 28 million 500. Aka 4 ta odam bilan ish bitar ekan. Bolaxonachida ekan-a? Bolasi uni ajragan. 10 taga deyapti sutini. Sut beradi 10 taga. Beradi. Aka bir odamga yetmaydi. Mana men so'ramadim. Beryapti. Olsa har bor, olmasa dallol. Lavozdan qaytish bor bor ekan. Bering. Bering aka. Hech pul erdingiz aka? 28,5 berdi aka. Bering endi. Bolaxonachida ekan. Sag'ib maza qilib qahmatasa shunchasi. Aka bering. Bering. Ha, 10 taga deyapti.